Endi ikkita kesilgan qo'llari bilan bayroqni quchoqladi. Har safar kelganda bir sahobaga to'xtalib qo'yapmiz. Mana shu joyda turib turamizda Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu da hayotiga kirib qo'yamiz. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu Makka da istiqomat qilardi, tarixlarini o'qiganmiz. Makka yoshlarining ichida eng chiroyli kiyingan edi va eng qimmat atir separdi. Mus'ab ibn Umayrni ota-onasi erkalatgandaqa bironta farzandi ota-onasi erkalatmasdi deyiladi. Juda ham obro'li oilani farzandi edi. Islom keldi payg'ambar alayhisalomga. Mus'ab ibn Umayr ham islomni havodislarini, so'zlarini eshitib turardi. Payg'ambar alayhisalom islomga da'vat qilib, islomni fikr almashib o'tirgan paytda Mus'ab ibn Umayr ham eshitib turib, haligi sahobalar orqasidan keldi. Payg'ambar alayhisalom o'tirgan joyga keldi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Mus'ab ibn Umayrga Qur'on oyatlarini o'qiy boshladi. Qur'on oyatlarini eshitar ekan, Mus'ab ibn Umayr yosh bola shunday xursand bo'lardi. Shunday quvonardi, qalbi quvonchga to'lib, hatto aytiladiki, yuragi o'ynashni boshladi. Yuragi o'ynab, qinidan chiqib ketishlikkacha keldi deydi. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muborak qo'llarini Mus'ab ibn Umayrni ko'kshlariga qo'ydida, Mus'ab ibn Umayr sokin bo'ldi. Va mana shu sahoba Mus'ab ibn Umayr eng birinchi bo'lib Madinaga hijrat qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga muallim qilib jo'natdi. Kelganda 12 ta musulmon bor edi. Madina bo'yicha 12 ta musulmon bor edi. Mus'ab ibn Umayr kelib Madinada islomni yetkazishni boshladi. Qur'onni o'rgatishlikni boshladi va sunnatiy ta'limotlarni bera boshladi. Mus'ab ibn Umayr Muhammadiyya madrasasining talabasi edi va juda katta ilmga ega bo'lgan sahobalardan. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu Madinaga kelib, Madinada islomni yetkazib, islomni da'vat qilib yurar ekan, qachon payg'ambar alayhisalom Madinaga ko'chib kelganda Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu Madina ahlini islom kirgizib qo'ygan. Va payg'ambar alayhisalom kelishlikka Madinani tayyorlab qo'ygan sahobalardan biri bo'ladi. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu mana shu Uhud g'azotiga qatnashgan va Uhud g'azotida shahid bo'lgan sahobalardan. Mus'ab ibn Umayr Uhud g'azotiga kirar ekan, Uhud jangiga kirar ekan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boya aytdik, jangga kirishdan oldin sahobalarni rag'batlantirdi. Sahobalarning ichini ko'zdan kechirar ekan, payg'ambar alayhisalom bir bayroqni, musulmonlarning bayrog'ini kimga berishini o'ylandi, izladi va Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ga berdi. Mus'ab ibn Umayr bitta qo'lida bayroq bilan, bitta qo'lida qilich bilan jang qilardi. Shunday jang qilardiki, oldiga Makka mushriklari kelgani qo'rqardi. Va kelgan mushriklarni Mus'ab ibn Umayr bitta qo'lda parokanda qilardi. Shunday jang qilardi. Mus'ab ibn Umayr o'ng qo'lida bayroq bilan, chap qo'lida urushayotgan. O'ng qo'li kesildi. O'ng qo'lini chop, bayroq tushdi, yiqilayotgan joyida chap qo'li bilan ushadi. Chap qo'lini kesishdi. Va har bora kesganda Mus'ab ibn Umayr aytardiki, "Va ma Muhammadun illa rasul, qad xolat min qablihi rasul." Ana shu so'zni qaytarar ekan ikkinchi qo'li chopildi. Endi ikkita kesilgan qo'llari bilan bayroqni quchoqladi. Bayroqni quchoqlab turgan joyida Mus'ab ibn Umayrni ko'kslariga nayza bilan urishdi. Va ana shu nayza sababidan Mus'ab ibn Umayr shahid bo'ldi. Va ana shu nayza bilan urilgan joyida nima dedi? Yana takroran ana shu so'zlarni aytdiki, "Va ma Muhammadun illa rasul, qad xolat min qablihi rasul." Ya'ni Muhammad albatta bitta payg'ambar, undan oldin ham payg'ambarlar kelgan. Undan oldingi kelgan payg'ambarlarni himoya qilgan zot Muhammadni ham himoya qilib oladi deb o'ziga o'zi taskin bergan holatda nima qildi? Jon berdi. Shahid bo'ldi. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu. Payg'ambar alayhisalom mana shu maydonga tushib kelar ekan, sahobalarning oralarini aylanib yurar ekan, Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu oldiga keldi. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu oldiga keldida, "Ey Mus'ab, men seni qattiq yig'ladi." Hamza radhiyallohu anhu deydi, holatidan qattiq yig'lab, shuncha tashvish, g'am ustida ham Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu oldiga kelib, payg'ambar alayhisalom uzoq yig'ladi va qattiq yig'ladi. Aytadiki, "Ey Mus'ab, men seni Makka da ko'rgan edim, qanday nozik va qanday chiroyli liboslarda ko'rgan edim. Endi holatingni qara. Nozik yuzlariga tuproq to'lgan, nozik yuzlariga qon to'lgan holatda edi." Va payg'ambar alayhisalom Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ustida turib, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullohi alayhi" oyatini o'qidi. Ya'ni mu'minlarning ichida shunday bir mu'minlar borki, ular Allohga bergan ahdlariga vafo qildilar oyatini o'qidi.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Musab ibn Umayrni ham, Hamza radhiyallohu anhuni ham ustilarida turib qattiq yig'ladi va sahoba radhiyallohu anhumlarga jasadlarni, shahid bo'lgan sahobalarning jasadlarini to'plashlikka buyurdi. Birinchi Hamza radhiyallohu anhuni olib keldi. Hamza radhiyallohu anhuning ustida turib janozasini o'qidi. Ikkinchi sahobani olib keldi. Hamza radhiyallohu anhuni qo'shib janozasini o'qidi. Bu yoqqa qoldi, uchinchi sahobani olib keldi. Hamza radhiyallohu anhuni qo'shib bashariyat tarixida 70 marta janozasi o'qilgan zot bu yagona Hamza radhiyallohu anhu bo'ladi. Ana shu joyda janozalarni o'qidi va Musab ibn Umayr radhiyallohu anhu dafniga keldi. Sahobalar kelib aytdi: "Ya Rasululloh, Musab ibn Umayr uchun ajratilgan kafanni Musabni boshiga torsak oyog'iga yetmay qolyapti. Oyog'iga torsak boshiga yetmay qolyapti" dedi. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, boshini o'rab yopinglar kafan bilan, ochilib qolgan oyoq tarafiga barkilardan tashab qo'yinglar dedi. Musab ibn Umayr